Bugun O'zbekistondan dunyo sari dadil qadamlar tashlanmoqda. Har bir viloyatdan, har bir shahardan bilimli yoshlar xalqaro maydonda o'z o'rnlarini topishyapti. Ularning maqsadi bitta: bilim olib, yurtga foyda keltirish. Shunday yoshlardan biri sirdaryolik 18 yoshli Murodbek. U yaqinda Elyurt 2025 dasturining birinchi bosqich sovrindori bo'ldi va to'liq grant asosida Avstraliyada bakalavr bosqichini boshlash arafasida. Keling, bu yo'lni qanday bosib o'tganini uning o'zidan eshitamiz. Assalomu alaykum. Men Murodbek, 18 yoshdaman. Avvalo, Makar universitetining Bachelor of Information Technology dasturiga qabul qilindim. Oradan ko'p vaqt o'tmay, El-yurt milliy jamg'armasining birinchi ochiq tanlovida qatnashdim va g'oliblikni qo'lga kiritdim. IT sohasini tanlashimning asosiy sababi ushbu yo'nalish bugungi kunda har bir sohada muhim rol egallaydi. Men texnologiyalar orqali haqiqiy yechimlarni yaratish va yangi imkoniyatlar ochish g'oyasiga ishonaman. Makar universitetini tanlashimning sababi esa ushbu universitet QS reytingida 138-o'rinda turishi hamda amaliy o'qitish tizimi bilan ajralib turishi bo'ldi. U yerda talabalar global kompaniyalar bilan hamkorlikda ishlash imkoniyatiga ega. Universitetdan rasmiy taklif xati olishda menga Everstudy Consulting yordam berdi. Shundan so'ng men El-yurt milliy jamg'armasining tanlovida qatnashdim va yutdim. Everstudy esa menga keyingi bosqichlarda, ya'ni vizaga topshirish jarayonida ko'maklashdi. Eng e'tiborlisi shundaki, El-yurt milliy jamg'armasi stipendiyant sifatida Everstudy Consulting menga barcha xizmatlarni mutlaqo bepulga ko'rsatdi. Buning uchun Everstudy jamoasiga kattakon rahmat. Endi esa hayotimning yangi bosqichi boshlanmoqda. Xalqaro ta'lim, yangi tajriba va keng ufqlar sari qadam qo'ydim. Avstraliyada ko'rishguncha.